Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tengmisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? 2 kundan beri ishga chiqmayapman to'g'risi. Uyda ishni ham qilish kerak bu bir. Ikkinchidan odamlarni nimasiga ham nima deydi? Odamlar bilan muomala qilishda ham o'zi bo'lmaydi. To'g'risi hamma har xil klient. Shunga hozir uyda ishi bilan sal chaqirib turibman. Ozgina miyalarni tinchlantirib, nasib bo'lsa keyin yana ishga chiqamiz. Bunday o'ylab qarasam o'zi yangi yildan buyog'iga dam olmaganman to'g'risi. Har kuni ishdaman. Har kuni ishdaman, lekin bunday psixik ozgina odam charchadi ekan, rostdan hamda. Endi Rossiyada ham beziqanday ishlardim to'g'risi, shu har kuni ishda edim. Maqsad shu vaqtliroq Rossiya vechnimasligini bilardim-da. Bir kun emas, bir kun deport bo'lardim. Sababini oldingi videolarda ham aytib o'tganman. O'zi bilinib turibdi-da, men ertaga deport bo'lib qolishim mumkinligi bilinib turibdi. Bu yerda qarzim bor, chiqa olmayman. Bu yerda muammolarim anchagina yig'ilib qolgan. Xullas, deport qilguncha ishlash edi maqsad. Sababi qarzdan ham qutulishim kerak edi, bu yerdagi kamchiliklardan ham qutulishim kerak edi. Rossiyaga shu bilan bormayman deb niyat qilganman, to'g'risi. Endi baribir o'ylab qarasam borishga to'g'ri keladi, chunki kamchilik yetarli, ko'rib turibsizlar. Atroflarni yopish kerak. Nasib bo'lsa 5 yillik deportim ochilgandan keyin boraman. Hozir ham sponsorlarim bor, o'sha ochib beramiz deyapti. O'tgan safar ham zapret bo'lganimda ochib bordim. Borgandan keyin zapret pulini to'ladim, patent pulini to'ladim, studentskiy bilet pulini to'ladim. 3-4 oy pulim shunchaki yo'q bo'lib ketdi. Endi bu yerda qarzim ko'p emas, shu $2000 qarzim bor edi. Ularni yopdim, yana bir $1000, $1500 uyga pul tashladim. Shu bilan yig'ishtirib keldim Rossiyani, deport bo'lib. Yig'ishtirib keldim. Bu yerda qarindoshlar bor, yordam qilishdi biletiga. Endi pulingiz bo'lsa ham bilet ola olmaysiz ichkarida. Yordam qilishdi, shu bilan chiqib keldim O'zbekistonga. Chiqib keldim. Hozir shular aytayapti, shu deportingni ochib beramiz, ishla. Men yoqmayapti-da, yana bor nezashda 3 oy 4 oy ishlab ber. Suda shu yerda o'zidan Xudoga shukr yaxshi bilyapti. Aytmoqchi bo'lganim, odamzod endi dam ham olib turish kerak. Bunday ha deb Rossiyada hozir Xudoga shukr shu yerda ham mana 2 yildan beri, yo'q 2 yil emas, 1,5 yildan beri ishlayib yurgan bo'lsam, ancha tanish bilishlarim bor. Qo'limizda hunarimiz bor, ishlab yuribmiz. Rizqimizni terib, bu yerda kreditimizni mayda-mayda to'lab boryapmiz o'z vaqtiga. Nasib bo'lsa shu yil to'y qilmoqchiman azizlar. O'tgan yil ham mana ko'rlaring, to'y qildik, Xudoga shukr ancha yukimiz yengil bo'ldi, o'zim ko'chib keldim. Bu yil ham nasib bo'lsa to'yim bor, bolalarim to'yini nasib bo'lsa qilaman. Xudo xolasa shu yil oxiriga mo'ljallayapmiz. Shu niyat azizlar, yaxshi yashash uchun harakatda, bunday kimdandir kam, kimdandir ko'p bo'lishi mumkin, lekin baribir chiroyli yashash kerak odam. Dam ham olish kerak. Endi ishlamasangiz hech kim sizga biron so'm pul bermaydi. Ish bo'lsa, mana bunaqa hozircha kasha bo'lib yotibdi. Endi ishlaysiz, nezashto, misol kuningiz o'tib ketyapti-da. Bittani bir narsa ko'tarib kelasiz, lekin baribir bu ish narsa emas. Ish narsa emas. Qancha men sizga hozir agar sravnit qiladigan bo'lsam Rossiya bilan sravnit qiladigan bo'lsam, bitta passajyerimni pulini ishlayapman-da. Bitta passajyerda shunday ertalab turib bitta zakaz shu yarim soat nariyoqqa olib borib qo'ysam, 1,5 rubl bo'lsa, o'zimizning pulga chaqsa 250-300 ming so'm pul bo'ladigan bo'lsa, mana shu pul bilan hozir selidan yurib ham, даже shu pul ham ishlab bo'lmaydigan darajada bo'lib qolganda hozir. Конечно, bu men nimaga bu yerga ko'p turmasdim? Kelardim, shu 3 oy 4 oy turardim yoki 3 oyga ham bormasdi. Qaytib ketardim. Chunki bu yerda ma'no yo'q edi-da, bunday turib ishlagandan ma'no yo'q edi. Kelaman, eshakda ishlaysiz, qiladigan topgan pulingiz shu produktda bo'ladi, yana shu bilan kun o'tadi ketadi. Hozir ham xuddi shu ahvol. Bu yerda kuniga $100 topadigan bo'lsam, bu yerda hozir taksida, yo'q, men Xudoga shukr $100 shunaqasi ham topaman, endi ish bo'lganda topaman-da. Men taksida 200 dan oshiq kassa qilib bo'lmayapti hozir. Dangal gurum 200 dan oshiq kassa qilib bo'lmayapti. Agar случайно bunday 250 larga agar borib qolmasa, undan oshiq kassa qilib bo'lmayapti. Shu sababdan azizlar, mana kecha, bugun, nasib bo'lsa erta ham shu uyda ishini, shu mayda-chuyda ishlarimni qila olishim kerak, chunki erta kun qizigandan keyin tashqariga ishlab bo'lmaydi. Shu tashqaridan ishni sal yengillashtirib olishim kerak. Nasib bo'lsa ishga ham chiqamiz. Shunaqa gaplar azizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.